Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda DALL-E sun'iy intellektni ko'rib chiqamiz. Bu DALL-E sun'iy intellekti hammamizga ma'lum, OpenAI kompaniyasi tomonidan ixtiro qilingan bo'lib, birinchi o'rin bu sun'iy intellektdan biz qanday maksimum foyda olishlarini ko'rib chiqamiz. Keyin amaliy misollar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, o'sha kirganimizda birinchi bu sun'iy intellektdan foydalanish uchun bizga ChatGPT kerak bo'ladi. O'zining sayti ham bor, DALL-E degan. Uni ham ko'rishingiz ham mumkin. U yerda amaliy misollar bilan qanday natijalarga erishish mumkin, keyin ozgina yo'l yo'riqlar ko'rsatilgan. Bizga ular kerak emas. Bizga ChatGPT ga kiramiz. Bu ChatGPT tekindan bemalol foydalanib ishlatish mumkin. Hozir men ko'rib kelayotgan bo'lsalaringiz, biz faqat birinchi o'rin tekinlarini ko'rib chiqyapmiz. Sun'iy intellekt pullisi bor, tekini bor. Bizga hozir birinchi o'rin boshlarida tekinni ko'rib chiqamiz, keyinchalik pullilarini ham ko'ramiz. Demak, men ChatGPT ga kirganimizdan so'ng bizga shunaqa okno chiqadi. Kelaylik. Undan oldin bu DALL-E sun'iy intellekt haqida ozgina gaplashamiz. Bu DALL-E sun'iy intellekti OpenAI tomonidan ixtiro qilingan bo'lib, u siz yozgan matnga qarab rasm generatsiya qiladi. Image generation. Masalan, oy nuri ostida kitob o'qiyotgan mushuk desak, yozamiz. Oy nuri ostida kitob o'qiyotgan mushuk. Qaranglar, keyin bu sun'iy intellektni bemalol o'zbek tilida generatsiya qilishimiz mumkin. Agar ingliz tilida yoki rus tilida qilsa ham bo'ladi. Naborat nurun ala nur deydi-yu. Shunga ingliz tilida yoki rus tilida bilsalaringiz bemalol ingliz tilida, rus tilida qilaveringlar. Lekin oramizda ko'pchilik hali bu chet tillarini bilmaydi. Shunga biz o'zbek tilida qilib ketaveramiz. O'zbek tilida ham ko'rsalaringiz yaxshigina natija olsak bo'ladi. Shunga o'zbek tilida darslarimizni olib boramiz. Shunga to'g'ri tushunasizlar. Kelaylik. Keyin oxiriga yozamiz. Rasm generatsiya qil, sinematik bo'lsin desak, ya'ni sal ancha realroq, sinematikroq bo'ladi. Kinoshniy effektlar bilan. Men enter bosganimizdan so'ng mana ikkita variant hozir ko'ramiz. Qaranglar, hozir biz boshida buni qanday ishlanishi, keyin esa funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Hozir darsda oxirida amaliy misollar bilan yana chuqurroq ko'rib chiqamiz. Baribir nazariy ilmda o'zi yetmaydi, baribir amaliy bilan ancha yaxshiroq. Mana ko'rdinglarmi? Mana bizga ikkita rasm generatsiya qilib berdi. Oy nuri ostida kitob o'qiyotgan mushuk. Keyin men sinematik deganimga ozgina sinematik, ya'ni kinoshniy ozgina ishlagan. Demak, bu tushunarli masala. Oxirida buni bosib qo'yamiz. Endi qaranglar, bu texnologiya rasm chizish olamida katta o'zgarish olib keldi. Nimaga? Chunki u bor rasmlarni takrorlamaydi. Qaranglar, masalan, bu stilda kelgan rasmni agar masalan boshqa odam shu prompt yozsa, bir xil qilib bermaydi. Ya'ni ikki xil, turli xil. Ikkita qilgan odamni generatsiyasini bir xil qilmaydi. Bu sun'iy intellekt, bu DALL-E sun'iy intellekti shu jihatlari bilan ajralib turadi. Shunga ham ko'pgina sun'iy intellektlardan afzalligi shu tomonda deb o'zim bilaman. Endi qaranglar. Siz yozgan matnga qarab rasm chizadi. Buni ko'rdik. Ya'ni prompt. Biz o'tgan darslarda ham ko'rdik. Promptga qarab bizga rasm chizib beradi. Ushbu sun'iy intellekt zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyasi, aniqroq transformer deb ataladigan tizimga asoslangan. DALL-E shunchaki bor narsalarni birlashtirib qo'ymaydi. U butunlay yangi, ilgari hech ko'rilmagan obrazlarni yaratishga qodir. Shuning uchun u dizaynerlar, rassomlar va ijodkorlar uchun ajoyib sun'iy intellekt hisoblanadi. Endi qaranglar. DALL-E qachon va qanday paydo bo'lganini ham gaplashamiz. Chunki biror bir narsani biz yaxshilab o'rganganimizda uni tarixini bilishimiz kerak. O'zimizda ham tarixda bor, tarixini bilmagan millat tanazzulga uni davomini bilmayman. Ko'rdinglarmi? Даже hatto o'zimizda tariximizda hali ko'pchilik, hattoki o'zim ham uncha yaxshi bilmayman. Shuning uchun har bir ilmni tarixi bilan o'rgansa yaxshi. Ming bor uzr. Avvalambor qaranglar. DALL-E qachon va qanday paydo bo'lgan? 2021-yil boshlarida OpenAI birinchi DALL-E modelini ommaga tanishtirdi. 2021-yilga borib taqolatdi. Mana hozir 2025-yil bo'lsa, men hisoblab ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi model. Hozir biz ishlatayotgani DALL-E 2. Qaranglar. Lekin u matn asosida shunchaki rasm emas, balki ba'zida kulgili, noodatiy rasmlar ham chizgan. Ya'ni aniq bo'lmagan. Uncha
detalniy bo'lmagan. Masalan, oldin ko'rishlaringiz mumkin. 5 ta barmoqni, 5 ta qo'l barmoqni 6 ta qilib qo'yardi, 7 ta qilib qo'yardi. Ancha fizikaga keyinisi odam anatomiyasiga uncha bog'liq bo'lmagan. Noodatiy rasmlar ixtiro qilgan. Shuning uchun ko'pchilik uncha trend bo'lmadi. Keyingi qaranglar, vaqt o'tib DALL-E 2 chiqdi, ya'ni keyin qaranglar, bu yangi versiya ancha kuchliroq, realistik, ancha real bo'ldi. Keyin yuqori sifatli va murakkab sahnalarni yaratishga ustunlik qiladi. Endi qaranglar, foydalanuvchilar o'z istagiga qarab rasmni yanada aniqroq va tezroq tayyorlaydi. Endi qaranglar, nima yangiliklar olib keldi, shularni ham ko'ramiz. Matn bilan rasm o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni tushuna boshladi. Biz matnimizni agar oddiy yozib bersak ham, bu DALL-E sun'iy intellekti bizga aniq qilib, uni aniq tushunib, o'zi o'ylab yana yozadi. Noaniq yoki tushunarsizroq so'rovlarni ham yaxshi ilg'ab chiza oladi. Bu aniq. Endi qaranglar, DALL-E qanday ishlaydi, shuni ham bir ko'ramiz, keyin esa amaliy misolga o'tib ketamiz. DALL-E modeli yuragi bu transformer desak bo'ladi. U aslida matn bilan ishlash uchun yaratilgan texnologiya, lekin bu yerda rasm chizishga ham moslashtirilgan. Endi qaranglar, siz yozgan matn avvalambor u token deyiladi. Token. Endi qaranglar, DALL-E minglab rasmlar va ularning ta'riflari asosida o'qitilgan, ya'ni minglab internetdagi rasmlarni u o'rganib chiqadi. Shu sababli u har xil mavzular, uslublar va sahnalarga moslashtirib, kreativ tasvirlar yaratishga qodir. Endi qaranglar, bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi kelaylik, promptlar bilan bir amaliy misollar ko'ramiz. Birinchisi, masalan, prompt bilan ishlash har doim muhim deb bilaman, chunki biz beradigan so'rovimiz har doim promptga borib taqaladi. Birinchi o'rinda aniq va qisqa ifodalashimiz kerak. So'rov aniq va lo'nda bo'lishi kerak. Keraksiz tafsilotlar qo'shish o'rniga nima yaratmoqchi ekanligingizni aniqlab yozing. Masalan, qaranglar, qisqagina tushunarli so'z yozaman, prompt yozaman. Koinotda uchayotgan futuristik kema deyman. Mana ko'rib turibsizlar. Mana siz so'ragan futuristik kema koinot bo'ylab uchayotgan, juda ham epik va kino sahnasini eslatuvchi ko'rinishda. Qaranglar, nimaga kino sahnasini ko'rsatuvchi deyapti? Chunki men tepada oldingi promptimizda cinematic deganimga u o'zini xotirasi bo'ylab eslab olib, bunga sal urg'u beryapti. Kelaylik, endi ikkinchi o'rinda tafsilotlarni ham kiritish kerak. Rasmda qanday elementlar, ranglar, uslub va kompozitsiya bo'lishini ifodalashimiz kerak. Endi yozamiz. Issiq, rangli, futuristik shaharning kechki manzarasi. Yorug'liklar bilan bezatilgan va abstrakt uslubda desak, hozir natijani ko'ramiz. Mana siz so'ragan issiq ranglar bilan bezatilgan futuristik va abstrakt kechki shahar manzarasi. Natija juda ajoyib. Endi qaranglar, buni razmerini biz agar 16 ga 9, ya'ni telefon format yoki kompyuter yoki 16 ga 9 format qilmoqchi bo'lsak, yozamiz 16 ga 9 bo'lsin deyman. Razmeri. Ko'rdinglarmi? 16 ga 9 ga mo'ljallab berdi. Endi qaranglar, 3-o'rinda kontekst va stilni belgilash kerak. Agar yanada yaxshiroq natija olishimiz mumkin bo'lgan, hozir men asosiy kriteriyalarni ko'rsatib ketaman. Buni masalan oddiy bir so'z bilan tushuntirsangiz bo'ladi, lekin hozir aytayotgan o'sha kriteriyalarni qo'shsa yanada yaxshiroq natijaga erishish mumkin. Qaranglar, endi yozamiz. Agar ma'lum bir san'at uslubi yoki davrga oid tasvir kerak bo'lsa, uni alohida ko'rsatishimiz kerak.
Renessans deymiz. Davri uslubida chizilgan portret. To'g'ri yozdimmi? Portret. Ko'ramiz natijani. Mana ko'rib turibsizlarmi? Renessans davri uslubida chizilgan portret. Mana o'zi yozdik-ku, mana Renessans davri uslubida chizilgan portret, nafis liboslar, sokin fon, hayotiy yondashuv bilan. Agar xohlasangiz boshqa pozalar, ifodalar yoki tarixiy shaxslar asosida ham variantlarni yasashimiz mumkin. Mana o'zi sifati ham ancha yaxshi, mana ko'rishimiz mumkin. Agar yozamiz endi buni ayol kishi qil deymiz. Buni men ko'rasizlarmi? Oddiy tekst bilan ancha o'zgartirsak bo'ladi. Oldin biz masalan o'zgartirmoqchi bo'lsak, Photoshopga tashlab, keyin o'zgartirib detalli narsalar qo'shardik. Hozir o'zini men tekst o'zida, ya'ni aqlli model transformer hisoblanadi. Aqlli model bilan sun'iy intellekt bilan ancha o'zgartirsak bo'ladi. Uni 60 yosh qil. Mana ko'rib turibsizlarmi? 60 yoshli bizga nafis rasmimiz tayyor. Endi yozamiz, yana yozishimiz mumkin. Bu ko'proq multfilm sifat. Endi buni hayotiy qilib ber deymiz. Qani ko'ramiz. Ancha hayotiy qilib berdi, natijalar ancha yaxshi. Demak, buni o'zlaringiz amaliyotda, praktikada baribir o'zlaringiz ishlatib qilib ko'rsalaringiz ancha yana mustahkamlanadi. Bu sun'iy intellekt, ChatGPT dan foydalangan holda dalgini ishlatamiz. Bu tekin. Agar pullisini ishlatmoqchi bo'lsalaringiz, marhamat $20. Ya'ni ko'pgina funksiyalar mavjud. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qaranglar. Dastlab turli variantlarni sinab ko'ring, natijalarni tahlil qiling. Undan so'ng har bir natija asosida promptni biroz o'zgartirib yoki yaxshilashingiz mumkin. Negativ so'zlar yoki rad etishlarni kiritsak ham bo'ladi. Asosiy e'tibor ijobiy va aniq tavsiyaga qaratilishi kerak. Masalan, men hozir yozdim, negativ prompt degani bu ko'proq multfilm sifat deyapman. Bu negativ prompt hisoblanadi. Ya'ni biz o'sha xohlayotgan rasmimizda, o'sha xohlayotgan generatsiya qilayotgan biz rasmimizda kerak emas bo'lgan narsani biz negativ prompt deymiz. Masalan, aytishimiz mumkin, sochi oq bo'lmasa qora bo'lsin deymiz, yoki mana zanjiri bo'lmasin yoki mana sirg'alari bo'lmasin desak, bular negativ bo'ladi. Boshida yoki oxirida yozib ketsak bo'ladi. Demak, bu aniq va batafsil tushuntirib berishga harakat qildim. Kelinglar, yanada yaxshiroq natija olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Birinchisi, yana boshidan birinchisini aytaman, endi bu yaxshiroq, yanada yaxshiroq natijaga erishishimiz uchun. Chunki biz bu darsdan ko'rishdan maqsad shunchaki bir ikkita knopkani bosib, tayyor sun'iy intellektdan foydalandi deyish emas. Biz undan aniq va maksimum darajada foyda olishni ko'rib chiqamiz. Men keyingi darslarimizda ham biz aniq va tushunarli tarzda o'rgatishga harakat qilamiz. Agar kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr. Qaranglar, birinchi o'rinda yana kreativ tafsilotlar bo'lishi kerak. Modelga berilgan har bir qo'shimcha tafsilotni rasmini sifatini oshirish mumkin. Ranglar yoritish, uslub va boshqa vizual elementlar haqida aniq ma'lumot berib, uni biz talab qilsak bo'ladi. Boya mana tepada aytib o'tdim. Buni yanada sifatliroq bo'l desam bo'ladi yoki mana biz ancha kreativ bo'lsin, hayotiy bo'lsin dedim, ancha hayotiy bo'ldi. Bu birinchiga kirdi, to'g'ri. Endi qaranglar, qayta tiklash degan narsa bor, iteratsiya deyiladi. Birinchi natija kutilgandek bo'lmasa, promptni qayta ishlashimiz mumkin. Har bir iteratsiya bilan modelga yanada aniqroq ko'rsatmalar berishimiz mumkin. Bu agar bu bizga variant yoqmasa, yozishimiz mumkin. Bu juda qari bo'ldi, o'zbek ayoliga o'xshadi deyishimiz mumkin yoki o'zbek milliy stilda qilib ber deyishimiz mumkin. Ya'ni biz promptlar orqali yana o'zgartirib iteratsiya qilishimiz mumkin.
Qaranglar, keyin uchinchisi moslashtirsak bo'ladi. Har xil so'zlar va iboralarni sinab ko'rishimiz mumkin. Ba'zan kichik o'zgarishlar ham rasmda umumiy ko'rinishiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni oddiygina bir ikki qatorgina so'zimiz ham unga masalan rasmimizga ancha o'zgarishlar kiritib, biz ko'proq natija olsak bo'ladi. Keyin qaranglar, eng asosiy narsalardan ilhom olish. Internetda va san'at platformalarida boshqa foydalanuvchilarning yaratgan ishlarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Pinterestda yoki Instagramda shu sun'iy intellekt orqali yoki hayotiy rasmlar orqali generatsiya qiladigan odamlarni ham biz kuzatishimiz mumkin. Ulardan prompt olishimiz mumkin. Kelinglar, hozir men sizlarga shuni ham bir ko'rsataman. Bitta rasmdan prompt olib, uni sun'iy intellektga yasab ko'ramiz. Nima desa bo'ladi? Movie scene deylikchi, ya'ni bir kinoni bir sahnasini bir qilishga harakat qilib ko'ramiz. Shuni bu bo'lmaydi, uncha yaxshi emas. Kelinglar, mana shu sahnani olamizda, buni promptini olib, ya'ni xuddi bir-biriga bir o'xshamaydi, chunki bunga biz boshqa sun'iy intellektlar bor. Biz bunga DALL-E prompt olib, DALL-E'ni o'zini funksiyasi bo'yicha biz rasm generatsiya qilsak bo'ladi. Yozamiz. Shu rasmga promptlar yozib ber va men shunday natijaga erishmoqchiman va keyin shu rasmga o'xshab rasm generatsiya qil deymiz. Mana o'sha yozyapti, qaranglar. Siz yuklagan rasm kinolik, dramatik va atmosferik effektlarga ega. Bunday natijaga erishish uchun quyidagi elementlarni promptda ta'kidlash kerak. Endi qaranglar. Ingliz tilida yozyapti, chunki biz bilamiz, bu sun'iy intellektlar ingliz tilida ixtiro qilinadi. O'zbek tilida ham bo'ladi, lekin ingliz tilini bilsak yoki men Google Translate orqali tarjima qilib foydalansak bo'ladi. Men prompt qaranglar. Cinematic dark and moody scene of mysteries Vigilant walking towards the camera in the rain. To'g'ri, endi qaranglar. Muhim prompt elementlarini beryapti. Buni o'zlarimizga saqlanib qolsak bo'ladi. O'shunga cinematic look, yuqori darajadagi dramatik yorug'lik va kontrast biz promptimizda foydalansak bo'ladi. Dark and moody atmosfer, qorong'u rang sxemasi neon yoki olov bilan yoritilgan. Mysteries Vigilant, sirli qahramon uzun pelerin bilan. Ya'ni mana shu prompt rasmdan bizga promptlar, ya'ni asosiy aspektlarni yozib beryapti. Rain effect, mana yerni ho'l qilib ko'rsatish va yaltiratish uchun. Keyin fire explosion in background, atmosfera uchun portlash va olov qo'shish. To'g'ri. Mana orqada o'zi men ko'rib turibmiz, orqada portlayapti. Keyin fire explosion ko'rdik. 6-inchisi neon noir or dystopian style, g'ira-shira baland kontrastli yoritish. Endi shunga o'xshash rasm generatsiya qildim. Ko'rib turibsizlarmi? Mana shu prompt bo'yicha bitta rasmdan biz shunaqa natijaga erishsak bo'ladi. Endi yozamiz, bu negativ prompt yozamiz. E'tibor beringlar. Bu ko'proq multfilm sifat, menga uni hayotiy, ultra realistik qilib ber deyman. Qaranglar, oldingiga qaraganda ancha yaxshi. Men ko'proq yana detallar qo'shdi, lekin ozgina shu multfilm sifatligi bor. Buni shu promptlar yozib ancha to'g'rilasa bo'ladi. Yana yozish kerak, yana qo'sh deb. Bu yana multfilm sifat, yana ultra realistik qilib ber desangiz, baribir natijaga boradi. Demak, qaranglar, rasm orqali biz prompt olishni ko'rdik va undan muhim elementlarni olishni ham ko'rdik. Mana shularni o'zimizni promptimizda foydalangan holda ko'pgina, ya'ni zo'r sahnalar yasasak bo'ladi. Kelinglar, yana bitta boshqa sahnani ko'ramiz.
siz yuklagan rasm kino sahnasi kabi dramatik va atmosferik ko'rinishga ega. Shunga o'xshash tasvir yaratish uchun promptni tavsifaman. Birinchi ingliz tilida yozib berdi. Endi qaranglar, muhim prompt elementlarini yana yozdi. Cinematic mood, atmosfer, yumshoq va diffuz yoritish, chuqur soyalar. Mana chuqur soyalarni ko'rishimiz mumkin. Vintage bar settings, yog'och devorlar, eski bar posterlari, iliq yorug'lik. To people intense conversation, jiddiy ifodalar, diqqat markazida suhbat. Ya'ni to people suhbatlashib o'tiribdi. Smoke, ya'ni stolda ichimliklar va havoda muallaq turgan tutun. Kinoli kontrast va dramatik atmosfera. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana prompt bo'yicha, ya'ni bizga o'sha holatini, ya'ni o'sha sahnasini qilib berdi. Qaranglar, bu o'zidek chiqmasligi to'g'ri. Bu DALL-E sun'iy intellekti bizga ko'proq grafikalarga zo'r ishlaydi. Hali yana boshqa darslarimiz bor. Biz ishoninglar, даже xuddi o'zidek qilib beradigan sun'iy intellektlar bor. Birga bir. Biz hozir boshidan, ya'ni fundamentni biz kuchliroq qilsak, keyingi sun'iy intellektlarda ishlash juda oson bo'ladi. Demak, bu sun'iy intellekt ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar savollar bo'lsa, Instagramga yozishlaringiz mumkin. Uning uchun men Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimga obuna bo'linglar, chunki asosiy darslarni shu yerga birinchi tashlaymiz. YouTube'ga qo'yilayotgan o'g'li prosta sarlavha bilan qo'yamiz, bu yerga ketma-ketlik bilan. Agar savollar bo'lsa, Instagramga akkauntimga kirib yozishlaringiz mumkin. Demak, hammaga rahmat. Xudo xolasa, Alloh o'zi foydali ilm bersin. Sizlarga ham rahmat. Shuncha kuzatganlaringiz uchun.